Dubl kabinani ishqibozlari bormidi? Hyundai Porter dubl kabina 2024-yil zavod propan tozasidan eng fulidan bundan o'tadigan ful yo'q, qo'sh balonligidan bo'lib ham. Xo'p, akalar, mashinani turishi nima deyapti? Bitta qaraganda lovullab turibdi. Ko'zga tashlanadigan mashina, bitta saka diskalarni taqib qo'yadigan bo'lsangiz, haqiqatan mashina juda ham ochiladi. Tashqi tarafdan gap bo'lishi mumkin emas. Beton qilib tonirovkalarni urib qo'ygan ekan. 2024, hop, 28 ming yurgan top toza mashina. Bilasizlar, eng fullarida bokovoyda boradi, chiroqlari. Ichlariga bitta qaranglar, endi bitta e'tibor berasizlar. Obshivkalari ham top toza holatda. Android monitor, cruise control, multimedia, hammasidan bor sizlarga kerak bo'ladigan. Bitta chiqib ko'rsatmasam bo'lmaydi endi buni. Mashina start stop bo'ladi. 28 mingta yurib turibdi. Bittada o'tolyapti o'zi ham. Android monitor. Xo'p, klimat kontrol. Sideniya soviydi, isiydi, rul isiydi, orqa spiral bor. Avarenka, radiolargacha bor, palosa o'qiydi. Orqa kamera, zadniy vid kameralargacha bor. Bu yoqda video registratorlargacha bor ekan. Xo'p, palosa ushlaydi. Yana nima kerak sizlarga? Avtomat bo'ladi, ruchnoylari ham bor, ishlab turibdi. 6 kishiligidan mashina haqiqatdan tiniq holatda ekan. O'zi ham off-road crossover. Buni ishqibozlari biladi. Mashina juda ham avaylab minilgan ekan. Xo'p, buni borti biroz kalta bo'ladi, bilasizlar. Mana shu to'rlarigacha turibdi. To'rlari bilan birga qo'shib jo'natib beramiz. Umuman yuklanmagan deyarli ko'p. Mana bu zazorlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqalarida qirilgan, tirnalgan joylari ham yo'q. Xo'p, bitta e'tibor berasizlar. Propan baloni. Xo'p, pastlari top-toza holatda. Umuman unaqa loy kechib, shag'al kechib yurgan mashina emas ekan. Bitta e'tibor beringlar endi o'zingizlar. Nima deyapti mashina? Buni bo'lishitlari sal kaltaroq bo'ladi. Bo'lishitlari ham yaxshi, zanglab ketmagan bunaqa. Resorlari ham yaxshi, zangi chiqib ketmagan, ramalarigacha yaxshi holatda turibdi. Mashina balon ichidagi boltekalargacha yangi holatda turibdi, qaranglar. Hop, balonlardagi rasxodlar deyarli bir 70-80% bor. Oldidagi balonlar ham yaxshi. Mashina xudo xolasa shu holatda. Hop, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar. Buni narxi eng qiziq joyi. Hop, $17,300 bilan O'zbekiston tamojnisigacha yetkazib beramiz. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqatan tonirovka mashinani rosa ochar ekan, nima deysizlar? Antennalarigacha bor ekan. 17,300 bilan Rastamoshkagacha jo'natib beramiz. Rastamoshkasi alohida chiqadi. Hozirgi kunda 14,5 ming bilan $15,000 atrofida Rastamoshka chiqyapti. Где-то $32,500 ga plus minusda qo'lingizga tegadi. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, akalar. Buni ishqibozlari baribir bilishadi. Bu qanaqa mashinaligini turishini qaranglar. Xizmatdamiz, akalar.